har bir shikoyat borki, bekorga paydo bo'lmaydi. Bekorga paydo bo'lmaydi. Ya'ni ko'pincha biz kasalni ko'rganimizda, mana men o'zim ish faoliyatim davomida kasalni ko'rganimda shikoyatim yo'q, shu tekshirtirishga keldimda deb aytadigan bemorlar bo'lishadi. Va EKG qilaman, UZI qilaman, kasalni ko'raman, dalinasini o'lchayman. Ularni eshitib ko'raman, o'pkasini eshitib ko'raman. Ko'ramanki, yurakda problemasi bor. Keyin yanada chuqurroq so'rashga o'taman, hali aytmasdan. Keyin shikoyatlarini aytishni boshlaydi kasal. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Inson o'zini ko'proq biladi. Buni doktor bilgandan ham ko'ra aslida. Shikoyatlar paydo bo'lyaptimi? Qaysi kasalligi bo'yicha? Farqi yo'q. Terapevtgami, xullas doktorga murojaat qil. Vaqtida bu problemalarni hal qilish, lecheniya qilish ko'p qiyinchilik ham siz uchun, ham doktoringiz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Ya'ni ko'p rasxod qilmaysiz va ko'p больницада bemorxonada yotmaysiz. Vaqtida lecheniya qilinadi va javob beriladi. Tamam.